Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Yana bitta obyektimiz tugadi, xudo xolasa. Ushbu ishimiz Samarqand viloyat Oqdaryo tumani Dahbet shaharchasida bo'ldi. Maqtamazim ziyoratgohini hamma biladi. O'shaning oldida bo'ldi. Mana qirralari ideallik chiqdi, zo'r bo'ldi. Farokam uyda bo'ldi. Demahotlari ham cho'tki bo'ldi. Xo'p, bu yoqda biz bitta mangal, 80 talik mangal qilib berdik. Bitta ozgina рабочий stol bo'ldi. Moykaga joy bo'ldi. Va bizda mana o'choq tortishlari вообще idealniy. Lesos deydi-yu. Xo'p, bitta 40 litrli qozon bo'ldi. Yonishlarini ham ko'rsating. Вообще cho'tki. Mangalimiz tortishlari ham вообще zo'r bo'ldi. Havo yomg'ir havoda ham shunaqa zo'r tortyapti. Yomg'ir bo'lmagan taqdirda ham zo'r tortadi, xudo xolasa. Bu yoqda bitta gaz plita bo'ldi. 70 ga 50 santimetrlik va bitta рабочий stol. Keyinchalik menga xolodilnik qo'yiladi. Ko'ring, baho bering, like bosing, podpiska bosing. Mana Asilbek shogirdimiz, o'tkir do'stimiz. Hammaga rahmat. Uy egalariga ham rahmat. Cho'tki bo'ldi, zo'r bo'ldi. Ovqatlardan, yeb ichishlardan вообще kamchilik bo'lmadi. Rahmat hammaga.